Bularda 50 ming so'mlik premium klass stashkalari mana. Qayga qo'yishar ekan, qayga. Keyin po'kaga qo'yishar ekan. Mana setkadan qo'yishar ekan. Undan keyin lazer tortib mayak qo'yishar ekan, bunaqa mayak. Ashuni qo'yib turib lazerda keyin sekin mashina qilib olib ketishaverar ekan. Nima deysizlar, arziydimi bu? Agar xohlasangiz deyishyapti, luxury degan variantimiz ham bor deyishadi. Bo'ldi dedim. Mana shu premium klass yetadi dedim. Mana qilishyapti endi. Nima deysizlar, ma'qul keldimi sizlarga? O'yining bo'lyapti. Yaxshi omad bo'laveradi haligi, ma'qul kelyapti ishlari. Sizlarga ma'qul kelyaptimi? Sizlardan sekin so'radim-da, nimaga bunaqa variant qilish kerak desam, deb magazin bo'lyapti, xudo xolasa inshaalloh. Magazin konditsionerda bemalol so'radi deyapti. Pastdan kelayotgan namlikda mana shu edi. Keyin sovuqda mana shu edi deyapti. Mana yorilib ketishda oldin oladi deyapti. Mana mayak tekis bo'lishiga yordam beradi deyapti. Shunda stashga tekis bo'ladi. Masalan, konditsionerda isitiladigan bo'lsa ham, o'zi asosan sovuq pastdan uradi-yu. O'sha pastdan kelayotgan sovuqni mana ular ushlab bersa, mana tepadagi betonni konditsioner sal bo'lsa ham isitib olsa, o'sha xona issiq bo'lib turaveradi. Bateriya maksimal darajada kamayadi degan maqsadda bu stashga bo'lyapti akalar. Nima deysizlar, to'g'ri fikrmi yo noto'g'ri fikrmi? Agar noto'g'ri joylari bo'lsa aytib o'tsangiz, hamma bila olishi mumkin, xudo xolasa. Ko'pchilikga foydali bo'lgan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Energiya tejovchi holat bo'lyapti. Hozir mana shu joy 52 kvadratli joy. 385 ming so'mlik setka ketdi, 500 minglik po'kak ketdi, 50 minglik mayak ketdi, 50 minglik mana nimasidan qo'ziqorin deyisharkan, o'shandan ketdi. O'zingiz hisobini olinglar, necha pullik ortiqcha rasxod bo'lgan. Ortiqcha rasxod o'sha falgaga, po'kagiga, setkaga, mayakka, qo'ziqoriniga ortiqcha rasxod bo'lyapti.